Samarqand magistral gaz quvurlari boshqarmasida magistral gaz quvurlarida yuzaga kelgan avariyani bartaraf etishda favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimlari xizmatlari kuch va vositalarining hamkorlikdagi harakatlari mavzusida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mazkur taktik o'quv mashg'uloti Samarqand magistral gaz quvurlari boshqarmasi va viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamkorligida amalga oshirildi. O'quv mashg'ulotining asosiy maqsadi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarda ishchi xodimlar va fuqaro muhofazasi tuzilmalarining amaliy ko'nikmalarini oshirish, jismoniy shaxslar va mol-mulklarni himoya qilish bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirishdan iborat. Samarqand viloyati magistral gaz quvurlari boshqarmasi tomonidan bugun maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Maxsus taktik o'quv mashg'ulotida avariya tiklash ishlari, favqulodda vaziyatlar oldini olish va bartaraf etish choralari bo'yicha fuqaro muhofazasi tuzilmalarining amaliy va nazariy ko'nikmalari o'rganildi. O'quv taktik mashg'ulotining asosiy g'oyasi favqulodda holat ro'y berganda shaxs tarkib to'g'ri harakat qilishini yana bir bor ko'rsatib berdi. Sho'rtan Sirdaryo magistral gaz quvurini 156-kilometrdagi bo'lgan favqulodda avariya natijasi sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etish ishlarida harakatlari ko'rsatib berildi. Ya'ni bu jarayonda tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in o'chirish guruhi va Samarqand magistral gaz quvurlari boshqarmasining yong'in o'chirish tuzilmalari hamkorlikda ishlari. Favqulodda holatlar ro'y bergan paytda tuzilmalar harakatini yana bir bor ko'rsatib berish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab, to'g'ri harakat qilishni yana takomillab borish bo'yicha oldimizga maqsad qo'yib oldik. Tadbir davomida 4 ta o'quv nuqtasi tashkil etildi. Ularda xabar berish va aloqa tizimi harakatlari, fuqaro muhofazasi shtabi va tuman favqulodda vaziyatlar xizmati kuchlarining shayligi, avariyani bartaraf etish hamda jarohat olganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish amaliyotlari bajarildi. Bunday tadbirlar favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish, tegishli tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash va aholini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.